Assalomualaykum hammaga. Bizlar ishimizni boshlab oldik. Video qo'yga vaqt bo'lmadi. Qarasam menimiz bir hovuz bo'ladi. 6,5 ga 3,5lik 3 salimiz bor. Hammasi bir hovuz. Bu yerda kichkina hayvonimiz, bu yoqda kichkina spalnimiz. Bu yoqda da shu 6,5 ga 3 metrlik salimiz bu. Bu yoqda da ish jarayoni ketibdi. Xullas, hozircha shu ish jarayoni ketibdi. Bu yoqda oshxonamiz. Xullas, ertaga plastikini boshlaymiz. Xudo xolasa ularni o'tib qo'yaman. Xullas, hozircha shu. Hammangizga rahmat.